Yekaterinburgda avtobus ishtirokida og'ir fojia sodir bo'ldi. Halok bo'lganlar orasida yosh bola ham bor. Sun'iy intellekt endi muhojirlarni ham kuzatishi mumkin. 4 kun ichida 400 nafar muhojir javobgarlikka tortildi. 16 yoshli o'smir qotillik va voyaga yetmagan bolani o'ldirishga urinishda ayblanmoqda. Talaba muammoni hal qilish maqsadida politsiyaga 300 ming rubl pora taklif qilgan. O'zbekistonlik bloger Rossiya Federatsiyasidan chiqib ketish jarayonida qo'lga olindi. Sevastopoldagi tekshiruv kutilmagan holatlar bilan yakunlandi. Endilikda O'zbekistondan Rossiyaga reyslar qisqartirilishi mumkin. Rossiya fuqaroligini oson yo'l bilan olib berishni va'da qilgan shaxs yana qo'lga tushdi. Soxta tibbiy ma'lumotnomalar uchun endi 8 yilgacha qamoq jazosi qo'llanilishi mumkin. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Hafta yangiliklar bilan tanishib o'tamiz. Yekaterinburg markazida avtobus yengil avtomobil bilan to'qnashib, shundan so'ng trotuarga chiqib ketgan va piyodalarni urib yuborgan. Oqibatda 4 nafar inson halok bo'lgan. Yana 3 nafar jabrlanuvchi turli darajada jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizilgan. Ma'lum qilinishicha, halok bo'lganlar orasida 9 yoshli bola ham bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, avtobus haydovchisi o'zini yomon his qilganini aytgan. Biroq, hozircha bu faqat dastlabki ma'lumotlar hisoblanadi. Tergov organlari voqeaning barcha holatlarini o'rganmoqda va yakuniy sabablar hali e'lon qilinmagan. Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida Rossiya Federatsiyasi MVD migratsiya xizmati vakillari mamlakatda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanuvchi maxsus tahliliy markaz tashkil etishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Migratsiya bilan bog'liq huquqbuzarliklarni aniqlashtirish, migratsiya jarayonlarining mamlakatda ijtimoiy iqtisodiy holatini, ta'sirini baholash bilan shug'ullanishi mumkin. Ma'lum qilinishicha, sun'iy intellekt ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardagi ochiq ma'lumotlarni ham tahlil qilishi mumkin. Bu esa migratsiya sohasida nazoratning yanada raqamlashishi va tezkorlashishiga olib kelishi mumkin. MVD va Mehnat vazirligi chet ellik ishchilarni uyushgan tarzda jalb qilishning yangi raqamli modelini ishlab chiqmoqda. Ushbu tizimda ish beruvchilar reyestri, chet ellik xodimlar reyestri, mehnat muhojirlarini hisobga olishning yagona tizimi bo'lishi mumkin. Hozircha bu tashabbus va rejalar haqida gap ketmoqda. Samaradagi reydlar ko'pchilik uchun jiddiy ogohlantirish bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Samara viloyatida 4 kun davom etgan keng ko'lamli tekshiruvlar o'tkazilgan. Reydlarda MVD, FSB, Tergov qo'mitasi va Ro'zgvardiya xodimlari ishtirok etgan. Natijada qariyb 400 nafar chet el fuqarosi ma'muriy javobgarlikka tortilgan. 100 ga yaqin xonadon egalari muhojirlarni noqonuniy joylashtirganligi uchun jazolangan. 57 nafar muhojir vaqtinchalik saqlash markazlariga joylashtirilgan. Tekshiruvlar davomida noqonuniy migratsiya bilan bog'liq o'nlab holatlar aniqlangan va bir qator jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Moskva viloyatida dahshatli fojia. 16 yoshli Markaziy Osiyolik muhojir og'ir jinoyat sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u pichoq bilan xususiy uyga kirib, xonadon egasiga hujum qilgan. Oqibatda erkak halok bo'lgan. Uning 13 yoshli o'g'li ham og'ir jarohat olgan. Uyda bo'lgan yana bir bola esa yashirinib qolishga muvaffaq bo'lgan va omon qolgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, gumonlanuvchi voqeadan keyin oilaga tegishli pul mablag'lari va avtomobilni olib, hodisa joyidan chiqib ketgan. Qochishga uringan gumonlanuvchi Moskva atrofidagi Xalqa avtomobil yo'lida politsiya tomonidan ushlangan. Hozirda unga nisbatan qotillik hamda voyaga yetmagan shaxsni o'ldirishga suiqasd qilish moddalari bo'yicha ayblov qo'yilgan va sud qarori bilan qamoqqa olingan. Hozircha bu tergov organlari tomonidan taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlar hisoblanadi. Transport politsiyasi tomonidan o'tkazilgan nelegal tadbiri davomida vokzal oldida taksi haydovchilari tekshirilgan. Tekshiruv vaqtida Rostov oliygohlaridan birida tahsil olayotgan chet ellik talaba aniqlangan. Ma'lum qilinishicha, talaba politsiya xodimlariga soxta pasport va soxta haydovchilik guvohnomasini taqdim etgan. Unga nisbatan soxta hujjatlardan foydalanish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Voqeaning eng qiziq qismi shundaki, ushbu talabaning 2 nafar tanishi unga yordam berishga uringan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ular transport politsiyasi xodimlariga 300 ming rubl pora taklif qilgan. Natijada ularga nisbatan ham pora berish va pora berishga vositachilik qilish moddalari bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Rossiya Federatsiyasi MVD rasmiy vakili Irina Volk ma'lumotlariga ko'ra, o'zbekistonlik bloger Moskvada qo'lga olingan. Ma'lum qilinishicha, u maxsus ravishda kontent tayyorlash maqsadida Moskvaga kelgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, bloger Moskva metrosida yo'lovchilarni ataylab janjalga undagan. Ularning reaksiyasini videoga olgan va ushbu roliklarni ijtimoiy tarmoqlarga joylab borgan. Bloger Rossiyadan chiqib ketishga urinayotgan vaqtda aeroportda politsiya tomonidan ushlangan. Uning harakatlariga huquqiy baho berilib, keyinchalik protsessual qaror qabul qilinishi ma'lum qilingan. Politsiya va OMON xodimlari qurilish obyektlaridan birida keng ko'lamli tekshiruv o'tkazgan. Tekshiruv davomida jami 14 nafar chet el fuqarosida migratsiya qonunchiligi bilan bog'liq qonunbuzarliklar aniqlangan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ulardan biri tekshiruvdan qochishga uringan va ikkinchi qavat derazasidan sakrab tushgan. Natijada jarohat
olgan. Aniqlangan holatlar orasida ruxsatnomasiz mehnat faoliyati, migratsiya hujjatlaridagi kamchiliklar, Rossiyada qonuniy yurish tartibi buzish holatlari aniqlangan. Qonunbuzarlikka yo'l qo'ygan shaxslarga nisbatan ma'muriy choralar ko'rilishi mumkin. Reyd vaqtida qochishga urinish vaziyatni yanada og'irlashtirishi mumkin. Shuning uchun hujjatlaringizni o'z vaqtida rasmiylashtirish, patent va registratsiya muddatini nazorat qilish, tekshiruv vaqtida qonuniy talablarga amal qilish juda muhim. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi avia yoqilg'i tansiqligi va uning narxi oshgani sababli O'zbekistondan Rossiyaga bo'lgan ayrim reyslar soni qisqartirilishini ma'lum qildi. Hozircha qaysi yo'nalishlar o'zgarishiga aniqlik kiritilmagan. Agar siz oldindan chipta sotib olgan bo'lsangiz, reysingiz jadvali o'zgarishi yoki ayrim parvozlar bekor qilinishi mumkin. Shuning uchun aviakompaniyaning rasmiy ma'lumotlarini kuzatib borish va chipta holatini tekshirib turishni unutmang. Aviakompaniya ma'lumotiga ko'ra, bekor qilingan reyslar yo'lovchilar uchun ikki xil imkoniyatni taqdim etadi. Parvozingizni eng yaqin mavjud reyslarga bepul ko'chirish, chipta pulini jarimasiz to'liq qaytarib berish. Agar chipta aviakompaniyaning rasmiy sayti yoki mobil ilovasi orqali sotib olingan bo'lsa, mablag'ni qaytarish uchun elektron murojaat yuborish talab etiladi. Rossiya fuqaroligini oson yo'l bilan olib berishni va'da qilgan shaxs yana qo'lga tushdi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ushbu skemaga aloqadorlikda 59 yoshli Tojikistonda tug'ilgan erkak gumon qilinmoqda. Ma'lum qilinishicha, u ayollarni pul evaziga soxta nikohlarga jalb qilib, shu orqali hujjatlarni rasmiylashtirishga ko'maklashgani aytilmoqda. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, mazkur shaxs avval ham huquqni muhofaza qiluvchi organlar e'tiboriga tushgan va bu kabi faoliyat 3-marta fosh etilayotgani aytilgan. Bunday sxemalar orqali hujjat rasmiylashtirgan shaxslar keyinchalik jiddiy huquqiy muammolarga duch kelishi mumkin. Endi migratsiya jarayonlarida talab etiladigan tibbiy ma'lumotnomalar bilan bog'liq qonunbuzarliklar uchun javobgarliklar ancha og'irlashadi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin xavfli yuqumli kasalliklar yo'qligi haqidagi soxta tibbiy ma'lumotnomalar bilan bog'liq yangi qonunni imzoladi. Bu qonun nafaqat bunday hujjatlarni tayyorlaganlarga, balki ularni sotgan va ayrim holatlarda foydalangan shaxslarga ham taalluqli ekani aytilgan. Xavfli kasalliklar bo'yicha soxta ma'lumotnomalar uchun 4 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish, yuqumli kasalliklar bo'yicha soxtalashtirilgan hujjatlar uchun 5 yilgacha qamoq jazosi. Agarda ushbu harakatlar uyushgan guruhlar tomonidan sodir etilsa yoki og'ir oqibatlarga olib kelsa, jazo 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishgacha yetishi mumkin. Muhojirlar uchun eslatma: migratsiya maqomi uchun tibbiy ko'rikdan o'tishda faqat rasmiy tibbiyot muassasalariga murojaat qiling. Ko'riksiz spravkalar chiqarib beramiz degan takliflarga ishonmang. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.